Men Tamo barbershop'ning boshqa bir filialidaman. Bu filialda Doston aka Tamo ishlatadilar. Doston akam yangi joylaridaman, xonalarida mana dizaynlar, вообще bomba. Hayratda olib borib kelgan. Takvaylar. Shuni ko'rib kelaman, har zamonda bor. Oqibat yaxshi ekan. Protez sochlar bo'yicha nomer 1. Bozorning tez o'lgan joy. Yaxshi insonlar hurmat qiladi. Kecha necha pul edi? Ko'pi bilan 20 ta so'z yodladi. Menimcha mashq holati bir 2 mingdan oshiq 3 minggacha boradi. Dollar. Bu 30 yil yashaydi. 200 tacha pamyat yozadi deb aytishgan. Doston akani keshasi. Boshini massaj qilib qo'yadi. Qo'limga chiq. Boshini tutarkan zapas. Boshi qichiq qolibdi. Doston akam keshalari gapiryapti. Mo'rga qilamiz.